o'sha qamalgan haromxo'r, isqirt, galuboyni jinoyatiga Munis sherik birodarlar. Munis sherik. Yo chiqib tavba qilsa, o'zi xalqimiz kechirsa, balki tavbasi tavba bo'lar. Bo'lmasa sherik. Uni ashnaqangi targ'ibotida teppa-teng sherik. 5 million ta'qibchisi bor ekan Instagramda. 5 million. 5 million odamni auditoriya qilib olgan, ana undan keyin biznesni boshladi. Nima bo'lsa sotishni boshladi. O'sha paytlarda chiqib gapirdik, aytdik. Bu borada men Dalil.uz adminlariga ham tashakkur aytaman. Ular ham har qanaqangi bunaqangi shantaj-montajlardan qo'rqmay, shaxsiy obro'sini o'ylamay, millatni o'ylab, xalqimizni bunday kasalliklardan tozalashimiz kerak deb qahramonona, fidokorona harakat qildi. Mana natijasi hamin qadar erishdik. Mana shu natija yetadi bizga o'zi. Bundan keyin nima bo'ladi? Uni lobbilari harakat qiladimi? U tanish bilish qiladimi? Bu yog'iga yana davom etaveramiz. Lekin 1-0. To'g'rirog'i 10-0. G'alaba qozondik hozircha. Va bilamizki, oqibatda ham g'alaba qozonamiz. Bular yutishi mumkin emas. Mumkin emas, dunyoni mezoni buzilib ketadi. Bular yutgan kuni qiyomat bo'ladi. Hadis shariflarda kelgan-ku, ha? Qiyomat qachon bo'ladi desa, umuman jirkanch ifloslarning ustiga qiyomat bo'ladi. Yaxshi odam bo'lsa, bir dona Alloh deydigan odam bo'lsa qiyomat bo'lmaydi. Qiyomatni to'xtatib turganlar iymonli odamlar, zokir odamlar. Qiyomat galuboylar, kofirlar, murtadlar, haromxo'rlar ustiga bo'ladi. O'shaning uchun haligi ba'zi duo bor-ku, dunyo turguncha turgin degan duo. Ba'zilar shuni duo deb o'ylaydi. Yo'q, bu qarg'ish bu. Dunyo turguncha turish xavfli. O'ta xavfli. Dunyo tugaganda faqat kofirlarning ustiga tugaydi.